Assalomu alaykum hamshahar. Ko'rib ketyapti. O'zimiz ukamiz aka bilan ko'rib sho'rvalarga borish niyat qilyapti. Mador sho'rvaga o'taman. Mada darmon sho'rva bor ekan. Darmon sho'rva bor ekan. Mador sho'rvani ham xabar olaman deb o'zim o'ja qilib yuraman. Jonim sog' bo'lsin. Akamiz ertalak bo'pti. Podpiska tashlab qo'yamiz ukamga. Sog' bo'linglar. Voy, qazilarini qarang. Shu bloger bo'lsang shu ekan, konkurentlardan reklama qilar ekansan. 3-maktabda oldida biz Marg'ilonda 10 yo'lida. Darmon sho'rvalari bor ekan ertanmanga. Obeddan keyingi aka nimalarimiz bor? Obeddan keyingi xudo xolasa bugun ochildi aka. Bugun ochilish bo'ldi. Bugun soat 4-5larga ochdi. Ertaga soat 1dan keyin kelishaveradi xudo Kelishaveradi. Ertalab 9ga darmon sho'rva. Siz mador sho'rvangiz bor tashlab. Sizga havas qilib darmon sho'rva Tanjoni sog' bo'lsin. 5 barmoq bor ekan, ha? Ha, 5 barmoq o'zimizning qazilarimiz aka Toshkentdan keladi. Har xil 3 xil go'shtlarimiz bor. Chiroyli xudo xolasa kelsa chiroyli qilib. Yil olib turibdi mana. Xatay topli bo'l ekan, issiq ekan. Sharoitlarga bitta e'tibor berib qo'yamiz. Juda ham chiroyli qilib qo'yishdi. Sizga havas qilib, mador emas, darmon sho'rva ochishdi. Sho'rvalarga kelib, mayli bizni klientlardan kelib bitta baho beringlarchi, solishtirish bo'ladi-da, konkurent bo'ladi. Raqobat bor joyda o'sish bo'ladi. Hammalarga taklif qilamiz. Aka, dastavkasi bormi? Xudo xolasa endi yo'lga qo'yib beramiz bularni ham. Sekin-sekin asta. Endi bugun ochilgan. Biz bor o'zi. Xudo xolasa Instagram profillarimiz ham bor. Bo'ldi. O'sha Instagramlarni atmetga qilib qo'yamiz. Kelaverasizlar, kelib mazalariga o'zlaringiz baho berasizlar. Salomat bo'linglar.